Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Turkiyada deport bo'lganda qo'yiladigan Ch104 kodi haqida gaplashamiz. Bundan oldin Ch105 haqida video qilgandim. Bugun Ch104 haqida. Ch104 2 yillik kirish taqiqi. Ya'ni 2 yilga Turkiyaga kirishga taqiq qo'yilganda qo'yiladigan kod. Qanday holatlarda qo'yiladi? Birinchisi, qochoq qolgan muddatingiz 2 yildan oshsa Turkiyada, 3 yilga yetmasa, jarima to'lab ketsangiz 2 yilga deport qiladi. Ana shunda Ch104 kodi qo'yadi Turkiya Ko'ch idorasining 2020-yil 9-yilda chiqargan qarori bo'yicha. Ikkinchisi, qochoq qolgan muddatingiz 1 yildan oshdi, 2 yilga yetmadi. Jarima to'lashni xohlamadingiz, sizni 2 yilga deport qildi, o'shanda Ch104 qo'yadi. O'sha Ko'ch idorasining 2020-yil 9-yilda chiqargan qarori bo'yicha. Endi qochoq qolgan muddatingiz 1 yildan oshdi, 2 yilga yetmadi, aeroportga bordingiz, jarima to'layman dedingiz. 1 yilga emas, 2 yilga deport qilamiz dedi Ch104 bilan. Qanday holatlarda bunaqa bo'lishi mumkin? Jarima to'layman desangiz ham 2 yilga deport qilaman deyapti. Shartli kirish qilib, dokument qilmagan bo'lsangiz, polisga tushdingiz, 20 kunda chiqib ket degan bo'lsangiz, chiqib ketmagan bo'lsangiz, o'tirimizga murojaat qildingiz, rad javobi keldi, 10 kuncha chiqib ket deb ogohlantirishga qo'l qo'ydingiz yoki uyingizga qog'oz keldi yoki telefoningizga SMS keldi, 10 kuncha chiqib ket deb. Mana shunday holatlarda chiqib ketmagan bo'lsangiz va qochoq qolgan muddatingiz 1 yildan oshgan bo'lsa, 2 yilga yetmagan bo'lsa, mana shunday holatlarda jarima to'lasangiz ham, to'lamasangiz ham 2 yilga deport qiladi Ch104 kodi bilan. Endi to'rtinchisi, qochoq qolgan muddatingiz 1 yildan oshdi, 2 yilga yetmadi. Ya'ni 1,5 yil qochoq qoldingiz yo 1 yil 1 kun yoki 1 yil 11 oy 15 kun qochoq qoldingiz, polis ushlab oldi, aeroportga o'zlari chiqib jo'natdi, deport qilib, o'shanday holatlarda jarima to'lash imkoniyatini bermaydi. Shunda ham Ch104 kodi bo'ladi. Undan boshqa kodlar ham bo'ladi polisda deport qilganda, lekin yonida albatta Ch104 kodi bo'ladi. Bu to'rtinchisi. Endi qochoq qolgan muddatim 2 yildan oshgan, shartli kirish qilganman, polisga tushganman, o'tirimizda rad kelgan yoki qo'l qo'yganman. Bunda nima bo'ladi? Jarima to'lasam 2 yildan oshgani uchun, 3 yilga yetmagani uchun to'lasam Ch104 kodi qo'yadimi desanglar, yo'q. Bunday holatlarda qochoq qolgan muddatingiz 2 yildan oshgan bo'lsa, boyagidek shartli kirish, o'tirimizga rad kelganda qo'l qo'yish yoki polisga tushib chiqish bo'lsa, unda 2 yilga deport qilmaydi. 2 yildan oshganlarni 5 yilga deport qiladi, jazo to'lasa ham, to'lamasa ham. Bu Ch105, kechagi videoda aytganman bu narsani. Ch104ni viza bilan ochsa bo'ladimi? Albatta, agar sizda Ch104 tahdid kodi bo'lsa, Ch105 ga qaraganda bunga viza olish ancha oson. Yonida boshqa tahdid kodlar bo'lmasa, deylik polis ushlab deport qilmagan bo'lsa, shartli kirish qilmagan bo'lsangiz, o'tirimizga rad kelganda qo'l qo'ymagan bo'lsangiz, yoki polisga tushib chiqqanda chiqib ket deb ogohlantirish berganda chiqib ketmasdan yurmagan bo'lsangiz, boshqa deylik janjallarga aralashmagan bo'lsangiz, fohishalikdan deport bo'lmagan bo'lsangiz, yoki Ch184 aeroportga kirgizmay qaytarib yuboradi-yu, 5 yilga deport. Shunaqa kod olmagan bo'lsangiz, umuman Ch104 kodidagi, umuman Ch104 kodining yonidagi kodlarga bog'liq sizga viza berish yoki bermaslik. Eng oson kimlar oladi Ch104 bilan deport bo'lganlar orasida vizani? Qochoq qolgan muddati 1 yildan oshgan, 2 yilga yetmaganlar jarima to'lamasdan chiqib ketsa, Ch104 kodi oladi. O'z ixtiyori bilan chiqib ketgan bo'lsa, boshqa aybi bo'lmasa, ularning viza olishi oson bo'ladi. Yoki qochoq qolgan muddati 2 yildan oshdi, jazo to'ladi, Ch104 kodi bilan deport bo'ldi, boshqa aybi yo'q, faqat qochoq qolgan, kirib shartga kirish qilmagan, polisga tushmagan, o'tirimizga murojaat qilgan, rad olmagan, chiqishda jarima to'lab ketdi, 2 yildan oshgani uchun Ch104 kodi oldi. Ularning viza olishi oson bo'ladi. Qanaqa vizalar? Hamma vizalar. Albatta, o'ranchi viza biroz qiyinroq kelishi mumkin. Yoshi oshganlarga, 30 yoshdan kattalarga Ch104 ga o'ranchi viza biroz qiyinroq. Endi men viza beradi sizga deganim bilan siz chopib borib shirkat ushlab turib, men Ch104 man, viza oson berar ekan deb murojaat qilishingiz noto'g'ri bo'ladi. Chunki oldin u tomonni ham o'rganish kerak. Çalışma vizami, qarshi tomon, ish beruvchi, sizni shartnoma bilan chaqiruvchi odam rostdan çalışma zim bilan xorij davlat fuqarosini ishga ola oladimi, yo'qmi? Mana shu narsalarni ham inobatga olish kerak. Faqat Ch104 bilan vizaga murojaat qilish oson ekan deb o'ylab, jippillab vizaga murojaat qilish kerak emas. Qarshi tomonni ham qanaqa vizaga murojaat qilyapsiz, qanday holatlarda bu vizaga rad kelyapti, shularni ham o'rganish kerak. Kecha Ch105 haqidagi videoda kommentni o'qidim. Deport tugasa borsak bo'ladimi? Albatta, Ch104 olasizmi, Ch105 olasizmi, Ch103 yoki 102 yoki 101, bularning hammasi tugagandan keyin, hattasini muddati bor-ku. Ch105 5 yillik, Ch104 2 yillik. Deport muddati tugagandan keyin 3-4 kundan keyin Turkiyaga bemalol borishlaring mumkin. Jarima pullarini to'lamagan bo'lsanglar, to'lab kirishlaring kerak bo'ladi. Ya'ni taqiq tugadimi? Bemalol hech qanaqa vizasiz, hech kim bilan gaplashmasdan, hech qanaqa provokatsiyachilik qildirmasdan, yoningizga bir 500-600 dollarni jarimangiz bo'lsa, bo'lmasa jarima pulingizdan tashqari yana 500-600 dollar pulni olib olib, bemalol Turkiyaga kirib borsangiz bo'ladi.
Shu bugungi video C104 haqida edi. Qo'ldan kelguncha ma'lumot berishga harakat qildim. Qanaqadir savollaring bo'lsa, izohlarga yozinglar. Endi kommentga javob bermasam ham, keyingi video C103 haqida bo'ladi. O'shanda qo'shib savollaringga javob berib ketaman. Sog' bo'ling, sahifamizga obuna bo'ling.